Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari hamda bizni tomosha qilib turgan obunachilarimiz. Barchalaringga xayrli kun tilagan holda hozir video roliklarimizni boshlaymiz. Mana bu ko'rib turganlaring o'zimizning oshqovoq. Buni navi soldi qotdi, kimdirlar aytadi soldi pishdi deydi. 15 so'tlik joyga ekkanmiz. Mana shuni foydali tomonlarini, qaysi holatda ekilgan ozgina rolik qilamiz. Kamchiliklarimiz bo'lsa, yana oshqovoq necha marta suv ichadi bilganlar kommentariyga albatta yozib qo'yinglar. Bugungi sanamizga keladigan bo'lsak, 2025-yil 2-may sanasida turibmiz. Mana bu oshqovog'imizni 10-mart kuni urug'ni undirib olib, biogomuz bilan turpoqni 50 qilib stakanga qadaganmiz hamda 4-aprel kuni mana shu holatda o'q orqa klanka tortib olib ekkanmiz. Buni ekib turganimizda har bitta oshqovog'imizni ostiga 200-300 grammdan biogomuz solganmiz. Albatta biogomuz solishlaringni tavsiya beraman. Biogomuz har qanday o'simlik uchun juda katta ahamiyatga ega. Nimagaki ildizni yaxshi rivojlantiradi, namlikni yaxshi saqlaydi hamda hosilni 15 kun oldin erta pishirishda tezlatib beradi. Hozir mana bu oshqovoqlarimizning holatini hozir solib olishdi. Hosildorligi yaxshi, xudo xolasa ko'z tegmasin. Xudo xolasa video qilamiz. Pishgan paytida ham necha so'tlikdan qancha daromad bo'ldi, bozorda qanday tortimi. Albatta foydamiz tegsa, kimlargadir biz xursand bo'lamiz. Mana bu klyonkani oshqovoqni tarvuzmi, qovunmi ekasizlarmi tavsiya beraman. Mana shu holatda ekinglar. Nimaki birinchi o'rinda yog'ingarchilikdan ham, qatqaloq degan narsadan ham saqlaydi. Nimagaki o't o'lanlarni ham ancha chiqmaslikka sabab bo'lar ekan. Issiqlikda ildiz uchun yaxshi yetkazib beradi bu klyanka ostida. O'zlaring o'qoriqlaringga qarab 1.20-1.5 qilib tortib ekaverasizlar. Hozir mana hosilni ko'rishlaring mumkin. Mana yeb qolgan. Bu oshqog'imiz tagini yumshatib, zakini qochirib, o'tini chopilmagan biror marta ham. 30-aprel kuni ekilgandan beri bu yerga motokultivator kirib, mana shunday holatda ko'rishingiz mumkin. Chopib chiqib ketdi. O klyanka ostida mana bu klan to'g'ri. Klyankani teshib chiqar ekan. Endi qisman chiqqan, qisman mana shu holatda ko'rishingiz mumkin, lekin mana o'to'linlar sarg'ayadi. Bu ham klan ekan. Mana ko'rishlaring mumkin holatini. Mana shu yerga motokultivator kirolmay qolgan, mana shunday holatda bo'lgan o'to'linlar. Bu yer tagi ancha qattiq ham edi. Kimdirlar aytishi mumkin, to'g'ri, oshqovoq tanasi kuchli, qattiq, baquvvat, ildizi yaxshi. Mana bu tomonda o'zimiz katta gektardan ortib qo'ygan ozgina qovun ko'chatlarimiz bor edi. 2 qatorga ekkanmiz. Ana hozir qovunimizning ham holati yaxshi, gullab qolgan. Ko'rishingiz mumkin. Bir marta bunga shirasiga, qurutiga dori sepdik, himikat. Oshqovoqqa ham, qovunga ham. 15 so'tlik joyimizga selitra soldik. 25 kilogramm. Qaysi holatda lomda har bitta oshqovoqni, qovun oshqovoqni o'rtasiga bitta bu tomonni tashlaganmizda, keyin yana bu tomonga qilib ekkanmiz. Lomda shu 20 sm chuqurlikda qilib, hali suv qo'yganimiz yo'q. Endi xudo xolasa suv ochamiz bu yerga. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, oshqovoqlarimizning holati yaxshi. Albatta kamchiliklar bo'lsa kommentariyga yozinglar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videomiz keng tarqalishi uchun bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar.